Mayli, top 5 talikka kirgan o'simliklar haqida gaplashamiz. Sansilveriya birinchisiga qaynanan tili cho'shingizdek deyiladi. Kunduzi kun o'ziga toksinlarni yig'ib turib, kechasi bilan sizlarga zo'r kislorodlarni chiqarib beradigan xususiyatga ega. Ikkinchimizda dekabrist, qaysar bo'lmagan, qo'yib qo'ysangiz turaveradigan dekabrist bo'ladi. Uchinchimizda kompyuterlarni oldiga qo'yib qo'yamiz, lekin bu bilmaymizki, kislorod chiqarib beradi. Plus mana bu so'kolyanda daraxti bor. Gulchalari ana o'shalar. Tak, to'rtinchimizda fikus. Fikusda har xil turlari bor. Xoling dekorativni, xoling kattasini qo'yib qo'ying. Beshinchimizda biz qaysar deb o'ylaydigan orxideyamiz. Bu orxideyani gulida hamma gap. Guli o'ziga butun hamma negativlarni, toksinlarni oladi, sizlarga zo'r qilib anaqalarni chiqarib beradi, kislorodlarni. Yana qo'shimcha sifatida sizlarga bambukni ham rekomendatsiya qilib o'tib ketaman. Bambukka turlari ko'p, luboyni olib borib uyingizga qo'yib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, like, podpiskani bosib qo'yinglar.